Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun mana xudo xolasa 27-chisi hafta kuniga shanba Navoiy shahri Yangi bozor Kaptar bozoriga keldik. Xudo xolasa kaptarlarni bir chiroyligini obzor qilamiz. Kaptar bozorimiz kichkina bizani. Mana bundan boshlaymiz nasib bo'lsa. Bu mana Dima degan yigitimizning kaptarlari. Har xil kaptarlar tushibgan. Mana bunday qilib olamiz. Mana kaptarlar. Har xil kaptarlar bor. Bu Dima degan yigitimiz yaxshi kaptarlar sotadi. Kaptarlarimiz ancha. Endi bizning kaptarlar unaqa zot kaptar emas, hammasi faqat uchib o'ynasa, shunga qiziqadi. Mana bu kaptarlarimiz. Bu keyingi kaptarlarimiz. To'xtang aka, shundoq o'tib ketay. Endi bir chiroyli bitta katta obzor qilaylik. Mana bizning qafaslarimiz bunaqa hammasi yashikda. Bu kaptarlarni ko'rib ham bo'lmaydi-da bu. Qancha bo'ldi? Kaptarlar ko'rib emas. Qani bu nech pul ekan? Ko'rsatgani kaptarni nech pul ekan? Bu jo'jacha ekan bu. Piskuncha ekan bu. Mana sherikchasi. Mana bu sherikchasi ekan. Nech pul ekan bularning narxi? 50 mingdan diyor. 50 mingdan ekan. Qani bitta ko'rsating, qani chiroyli qilib tog'am. Mana 50 ming so'm ekan. Bakinmi bular? Ha, baki. Bakinchalar ekan mana 50 mingdan ekan. Zo'r ekan. Mana yosh kaptar ovozimiz. Modoyna. Yarim soatdan beri kaptar so'raydi otasidan. Kaptarlarni bir obzor qilaylik qani. Xo'sh, nima kaptarlar bor ekan? Aka bu yoqda endi xudo xolasa. Ana kaptarlar. Bakinskilar. Ko'pi Bakinski ekanda. Nech pul endi bularning narxi akajon? 100 mingdan, ha, xudo xolasa. Parlari ham bor ekan. Qani parlarini ko'rsating aka, videoga olaylik. Qismati mana bu yil modasi. Buni mana pari mana erkak oqa. Ha, bunday qilib ko'rsatib bo'lmas ekan, bunday qilib ko'rib. Bitta sotyapti. Mana kaptarlar. Bu kaptarlarning bir chiroyli qilib video ham olib bo'lmaydi. Bular hammasi mana shunaqa. Nech pul ekan bular? Pachka mana. Pachkalar 50 mingdan. 50 mingdan. Mana pachka kaptarlar chiqqan 50 mingdan. Bu yashiklarning ichida pomidor, hozirgi kunda har xil mevalar chiqsa, bizda mana kaptar chiqadi, yashiklar. Chiroyli. Pokistonda bor ekan. Bu kimdan ekan bu qushlar? Buni aka ota-onasi sotganman. Ana Pokiston. Olmadim, tepaga olmadim. Yo'q, bir qaydim o'shalarga oldim. O'tgan hatto ham chiqdi ana shu. Qancha подписчик bo'ldi? Подписчик hali kam. Xudo xolasa bo'lib qolar подписчикlar. Bu kimniki bular? O'tgan hafta ham zo'r shu akani kaptarlaridan bitta Ironlarni video qiluvdik Instagramda 12 mingta prosmotr bo'ldi. Iron sizniki edi-ku, bitta Iron 12 mingta prosmotr bo'ldi. Instagramga kirasiz. Mana. Qani qaysi kaptarni savdo qilyapsiz? Bitta oq pulinglarga olinglar, qani ko'raylik qani. Instagramga kirasiz. Bilmaydi akam buni. Nimaga qiziqyapsiz aka? Qani oling, qani ikkitasini ko'raylik, chiroylilar. Qanchasiz aytgandan kattaroqdan oldim. Kattaroq aka. Piskunchalar. Boshqaroq oling. Farqi Mana ana shuni oling aka. Ana shuni adashmaysiz aka. Oling qo'lingizga shuni ko'raylik. Oling qani. Ana shu kaptarchani oling, adashmaysiz aka. Qani. Bismillah. Mana. Piskuncha ekan. To'xtang, buni qo'lingiz ko'p, bunday o'ynatib yormang, bitta ko'raylik, deb tushiraman. Yana bittasi bilan. Ana ikkalasini ko'rsating, qani. Nech pul deyapsiz aka bularni? Nech pul? 100 ming so'mdan aka.
100 ming moda, qora moda. Piskular 30 ming demayapti. Ha, piskullar 30 mingdan ekan mana shu. Ha, otasi hozir boring, hozir ham uchiramaydi. Buni sheriga qaysi mana shu? Mana 400 ming, 500 ming deydi mana vodiy tarafda. Mana bularni bizada 30 ming so'm mana. Kelib olib ketsanglar bo'ladi, vodiyliklar. Samarqandliklar. To'g'rimi? Pokistonlar. Mana. Bularni bir cho'miltirsanglar bo'lmaydimi bularni? Makrolar yeganda. Aha. Nima yegan? Parashut. Mana buni ko'rsatqani Eronda. Kimniki bu? Mana zo'r bitta Eroncha bor ekan mana. Egalari ham yo'q bular. Mana kaptarlar. Kimniki bu kaptarlar? Это твои уже, да? А, нет, это уже не твои, да? Да, можно поднять, если есть возможность. Mana akalar, tushunadigan odam sadaqasi ketsin deydi. Mana akalar. Yaxshi kaptarlar ekan, hammasi. Здоровый kaptarlar ekan. Necha pul ekan bularning narxi? Egasi yo'q bilmayman degan. 50 ming so'mdan ekan. O, gap yo'q. Rahmat. Bu akamiz har hafta bor bozorda. Mana bugun sariq olib chiqibdilar ekan. Что это? Голубь, голубка? Голубка? Лёд игра есть, да? Necha pul? Paras qaysi? 150 ming ekan paras. Parasni ham ko'rsating-da buni. Mana bir para ekan 150 ming ekan paras. Gap yo'q, brat. Rahmat. Televideniya. Qani Bagdad qayerda ekan? Bagdad qushlari mana. Mana qushlar. Bagdad. Qayerda yuribsan? Mana. Здравствуйте. Ukamiz. Bagdad degan ukamiz yana qushlar olib chiqqan. Qushlaring ko'rsatqani Bagdad, davay. Mana. Ruhchuvi. Bagdad молодец. Tog'asiga yordam beradi. Yoshligidan qiziqib meni boqadi bu kaptarlar. Necha pul Bagdad? Ha, amaking yo'qmi? Chiqar ko'rsat. Ehtiyot bo'l faqat. Mana. Nasachuv ekan, mana Nasachuv. Zo'r ekan. Oy, молодец Bagdad. Oqni ko'rsat Bagdad. O, juk, давай. Ana Bagdad. Mana Nasachuv juk ekan. Zo'r ekan. Bagdad молодец da bu bola. Oy, rahmat. Rahmat Bagdad, davay hammaga alangalik salom, молодец. Ha bu Bagdad degan yigit молодец. Mana bizani kaptarlarning ahvoli shuda endi. Mana chilkarcha. Yaxshi chilkar bor ekan. Mana. Endi ahvol shu bizani bozorda. Kichkinagina mana bozorchamiz. Ertaga nasib bo'lsa, Navoiy shahri eski shahar bozorida bozor bo'ladi, uni syomka qilamiz. Bugunchalik shu endi kichkinagina obzorcha bo'lsa ham. Ular bir tuxumga qo'yinsin, uni sarishta qilolmaysan. Bitmasa kerak. Yaxshi kaptar oldi-da, brat.